Xo'p, marketolog uchun psixologiya nima uchun kerak? Keling, men sizga bu mavzuga bugun yechim beraman. Marketolog uchun psixologiya birinchi o'rinda sotmoqchi bo'lgan klientingizni ehtiyojlarini chuqur o'rgangan holda o'zingizning mahsulotingizdan kelib chiqib turib kuchli taklif yaratish. Bu sizda xoch onlayn kurs bo'lsin yokida qanaqadir mijozingizda marketing loyihasi bo'lsin, ahamiyati yo'q. Siz o'zingizning klientlaringizga ularning ehtiyojini qanchalik chuqur o'rgansangiz, chunki bunga tushunish uchun psixologiya kerak. Vot. Shu narsadan kelib chiqib turib, siz kuchli taklif yarata olasiz va sotish jarayonida sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Siz marketolog bo'lib turib, psixologiyani yaxshi bilsangiz, o'zingizning mijozingizga, to есть olmoqchi bo'lgan loyihangizga siz xohlagan narxda sotish uchun siz o'zingizning ham mijozingizni chuqur o'rganishingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilib qilasiz? Переговорga borganda unga savol berasiz. Qo'pol qilib aytganda qiynashni boshlaysiz. Klientingizning ehtiyojini chuqur o'rganganingizdan keyin sizning o'sha miyangizda umumiy yechim unga klientingizga bo'ladi, paydo bo'ladi o'zi. Vot. Mana shu narsa uchun marketologga psixologiya kerak. Siz qanchalik psixologiyani chuqur bilsangiz, yaxshi bilsangiz, sizga shunchalik sotish oson bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, videoni saqlantirib qo'ying va marketolog tanishlaringizga jo'natib qo'ying.